2025 Chevrolet Avalanche zamonaviy pikap segmentiga yangi ruh olib kirgan model sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu avtomobil kuch, qulaylik va texnologiyani birlashtirgan holda kundalik hayot hamda og'ir ish sharoitlari uchun mos yechim bo'lib xizmat qiladi. Avalanche dizayni yanada agressiv va futuristik ko'rinishga ega bo'lib, keng panjarasi, LED yoritgichlari va baland kuzovi bilan yo'lda darhol e'tiborni tortadi. Aerodinamik chiziqlar nafaqat tashqi ko'rinishni, balki yoqilg'i samaradorligini ham yaxshilaydi. Salonga kirganingizda keng va qulay makon seziladi. Ichki qismda sifatli materiallar, yumshoq qoplamalar va zamonaviy bezak elementlari qo'llanilgan. Old panelda katta raqamli displey, sensorli multimedia tizimi va raqamli asboblar paneli joylashgan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanishi, ovozli boshqaruv hamda premium audio tizim haydovchi va yo'lovchilar uchun qulaylik yaratadi. Orqa o'rindiqlar ham keng bo'lib, uzoq safarlarda charchoqni kamaytirishga xizmat qiladi. 2025 Chevrolet Avalanche texnik ko'rsatkichlari bilan ham ajralib turadi. U kuchli benzinli va ehtimol gibrid dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Dvigatel yuqori moment ishlab chiqarib, og'ir yuklarni tortish va notekis yo'llardan oson o'tish imkonini beradi. To'liq uzatma tizimi va mustahkam osma har qanday ob-havo va yo'l sharoitida barqarorlikni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi silliq ishlashi bilan haydovchiga ishonch bag'ishlaydi. Xavfsizlik masalasida ham Avalanche zamon talablariga to'liq javob beradi. Avtomobil ilg'or haydovchiga yordam beruvchi tizimlar bilan jihozlangan bo'lib, ular orasida adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash, kor nuqtani aniqlash va yo'lakni ushlab turish funksiyalari mavjud. Mustahkam kuzov tuzilmasi va ko'plab xavfsizlik yostiqchalari yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. Yuk tashish imkoniyatlari Avalanchening eng kuchli tomonlaridan biridir. Keng yukxona, mustahkam qoplama va transformatsiyalanuvchi orqa qism katta.